islom kofirga ham, nasroniyga ham, yahudiyga ham, majusiyga ham u kim bo'lsin, unga zulm qilishlikka qarshi bo'ladi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytdilar, bolalarni o'ldirilmasin, ayollarni o'ldirilmasin dedilar. Bir nechta hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vasiyat qilganlar qo'mondonlarga, amirlarga. Bolalarni o'ldirmanglar, ayollarni o'ldirmanglar, qariyalarni o'ldirmanglar, jangga aloqasi bo'lmaganlarni o'ldirmanglar, dehqonlarni o'ldirmanglar, ishchilarni o'ldirmanglar, cherkovda ibodat qilayotgan rohiblarni o'ldirmanglar va hokazo, ya'ni urushga aloqasi bo'lmagan odamlarni o'ldirmanglar. Islom ana shunday adolatni olib keladi. Shuning uchun musulmonlar bilan musulmonlarga qarshi kofirlarning o'rtasidagi janglarga qaraydigan bo'lsangiz, musulmonlarni, islomni insonlarga hatto urushlarda ham rahmat olib kelganligini ko'rasiz. Ularga qanday muomala qilgan, asirlarga qanday muomala qilgan, asirlarga yaxshi qaraganligi, yaxshi muomala qilganligi, bu narsalar mana islom tarixida turibdi. Biz mana shularga qarab islomni adolatini, rahmat din bo'lib kelganligini ko'ramiz. Shuning uchun bugungi kunda insonlarga eng kerakli bo'lgan qonun va eng kerakli bo'lgan dastur va eng to'g'ri bo'lgan manhaj va eng yaxshi bo'lgan yo'l bu islom yo'li. Islom adolati.